desizlar, meni kanalimga xush kelibsizlar. Meni kanalimda video bugun unaqangi katta vlog emas, mini vlog bo'ladi. Chunki men ertalabdan boshlamadim vlogimni, obeddan boshlab ketdim. Hozir bizda dahshat yomg'ir yog'yapti. Sizga o'ylayman, qo'limda paket. Buni ichida adreslar bor. O'quvchilarniki. Anaqa tikuvchiga berganda tikuvchi meni uyimga olib ketishyapti. O'sha yerda buni sinfdoshlarimga berishim kerak. Hozir shu bilan ketaman maktabga. On ikkidan 23 o'tdi. Hey. Nima turibsan o'zing tushirmaydik-ku sizlar? O maqla qolma, oshqorimga tutmas. Qoldirmasin. To'g'ri turibdi. Yo, chalkash kuldi. Yo, anaqa tushmasin. To'g'ri turibdi. Unaqasiga pul berib beraman desanchi. Kimdan tursa menga qiziqib. Savob bersang bo'ldi. Faqat yerda oxir 3 bo'lsin bo'ldi. Nimaga aynan 3? Oxir 3 bo'lsin mayli. Nimaga? 3 yo'q demang. 7 oxiri 3. G'alati. Oxiri 73 bo'lishi kerak. 77 li 777 77 73. Bor. 77 bor. 77 bor. 77 li nomer bor. 33 ham bor xolos. 33 bor, men nomerim chunki. Nomering bor. Bor? O telefoning bormi sen? O'zi ham ishlatadi. Öyle. Ketdik ben. Ha ketdik. Al, tamam. Qolganlar ham ko'rinsin. Odam vaqti gap-ku. Ko'zim yemaman. Ay. Jasmin, hamma pishti kelganda biza qora kiyib olamiz. Bilasiz? O, lekin hammaniki qora. Joyimiz o'zgarib qoldi. Meniki bu yoqda, seniki yoqda. O'zi asli joyi nari yoqda-da, mana. Zo'r turibdi. Zebra. Shunday ham zebra-yu. O'tgan safar anaqa Farhod. Happy birthday, Zebra. Nah. Burada ders var. Dersden o'tmading. Stollar ko'tarildi, hamma ketyapti. Biz ketamiz. Yo, bugun ertaga o'qiryapman. Kechasi ochilib ketadi, ertalabga aylaydi havo to'q. Bayroq chorasi. Mushugimni qo'li sinib qoldi. Mana ip olaman, uchun yuraman kutishda. Nimani? Nimani kutasan-da? Tilaqo. Biz ukamni bog'chadan olgani keldik. Hozir ukamni olib chiqaman endi shu yerdan. Bog'chasidan. Mana ukamni oldik. Bu Jasmin opasi bilan ketyapti. Mana qaranglar. Nurslom, Qo'y, men yo'q deydi. o'qitmoqda.
Bitta qarab ol. Islom. Islom xafa bo'ldim, bor. Nurislom. Voy. Voy, men yuzini ko'rsatib. Voy, sochim. Baqirishdi. Xos ko'chani boshlab tushdik. Narsa olishga kiryapmiz do'konga. Mahallada yurib kelyapmiz endi. Ana ko'z oldirdi. Hozir biz yana ketyapmiz. Уже biz kiyimimizni ham даже kiyimni almashtirib ulgurmadik. Anriya almashtirmadi, faqat kurtkasini almashtirdi ekan. Men sumkamni oldim. Shu bilan yana ketyapmiz do'damnikiga. Men bugun o'zi ukam erta olganim, chunki bog'chasida erta tugabdi-da. Hamma borsam уже kiyinib tayyor bo'lib ozgina bo'la qolgan ekan. Ukamni olganim. Endi shu bilan ketyapmiz. Men sumkasi o'yin o'zicha menikini. Mana qaranglar. Nima bu? Nima bu? Nima? Qiz bolamsan? Ketishini qaranglar. To'g'rimiz esda. Biz keldik dadam mahallalariga. Shu yetib keldik dadam mahallalariga. Oy, shapkang qish qilib qopti. Kapishonki. Ket to'g'rilab qo'yaman. Do'stlar, men dadamga keldim, mana uylarida. Mana. Qaynonam. Mana любимый sinim. Salom deb qo'ygan. Salom. Ayt sana. Salom. Ay, salom. Deydi-ku. Sen hozir salom olding. Ikkita bor. Biz keldik. Do'stlar, bu tusoq keser bo'ldi. Bu ham bir qo'zg'ocha urf-odatimiz. Ko'pincha bolalarga shunaqa tezroq yurib ketish uchun yiqilmasdan qilib ip bog'lab yurg'izishadi. Shunaqa. O'zbekcha nomini bilmayman, lekin asli qo'zg'ochada tusoq keser deyiladi, shunaqa. Keyin oxirida o'tirg'izib shunaqa narsalar tanlatishadi. Doktor kasbiga tegishli narsalar. Shunaqa qilib namoz kitob, tasbeh, pul va kalit qo'yildi. Qaysi birini tanlasa ko'pincha o'sha kasb bo'ladi deyishadi. Endi tanlagani mashina tanladi, mashinani kalitini tanladi va mashina haydaydi deb o'ylashadi. Ammo misol unga namoz kitobni bersa, u ishonmasdan nariyoqqa olib qo'ya qoldi. Mayli, tabriklayman.
Do'stlar, men uyga kelib oldim. Shu bilan vlogimga o'z nihoyasiga yetdi. Shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar vlogni like, подписка bosishni unutmanglar va kommentariy yozib ketinglar. Hammaga пока.